Rossiya hududiga 7 ta Grenlandiya sig'adi. Ammo dunyoning barcha xaritalariga qarab, siz buni xayolingizga ham keltira olmaysiz. Muammo shundaki, kecha va bugun insoniyat tomonidan yaratilgan barcha tekis xaritalarni 100% to'g'ri deb bo'lmaydi. O'zi umuman olganda dunyoni tekis xaritasini 100% to'g'ri qilib yaratishi iloji ham yo'q. Globus, Google Map va Yandex xaritalari bundan mustasno. Chunki ular sayyoramizni yumaloq shaklini takrorlaydi. Ammo sharsimon sayyoramizni tekis xaritalari 100% aniq bo'lishi mumkin emas. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida xuddi shunday so'roqli mavzuga birgalikda nuqta qo'yamiz. Siz eng qiziqarli faktlar va 7 uxlab 200 ga kirmagan ma'lumotlar kanalidasiz. Men ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Keling birinchi bo'lib xaritalar tarixiga nazar tashlasak. Qadim zamonlarda odamlar ko'p asrlar davomida dengiz va quruqlikni aniq tartibsiz va aniq masshtabsiz xaritaga tasvirlab borishgan. Lekin 150-yilda Yunon matematigi va astronomi Ptolemey Yerning xaritasini tuzish uchun gradus tarmog'ini o'ylab topdi va obyektlarni ularning koordinatalari bo'yicha chizishni boshladi. Bu xaritalarni o'zaro solishtirish va nusxalash imkonini berdi. Ptolemey gorizontal va vertikal chiziqlar yoki meridian va parallel to'rini yaratdi. Ulardan biz hozir ham foydalanamiz. 180 kenglik va 360 uzunlik chiziqlari. Ammo bu muvaffaqiyatga qaramay, odamlar ko'p yillar davomida adashishgan. Bu muammoning asosiy sababi antik davrda insoniyat jahon geografiyasini umuman tushunmagan. Biroq sayyoramiz dumaloq shaklda bo'lganligi uchun tekis xaritadan foydalanish baribir qiyinchilik tug'dirgan. Bir nuqtadan ikkinchisiga borishning eng qisqa yo'li bu aylana yo'lidir. Agar biz ushbu yo'lni tekis xaritaga chizadigan bo'lsak, unda u har bir meridian chizig'idan turli burchak ostida o'tadi. Marshrutni kuzatish uchun siz doimo yo'nalishni o'lchashingiz kerak. 1 gradus xatoga yo'l qo'ysangiz, u sizni umuman boshqa manzilga olib keladi. 1569-yilda belgiyalik olim, kartograf va geograf Gerard Mercator bu muammoni yechimini topdi. U shunday nisbatlarga ega bo'lgan dunyo xaritasini yaratdiki, undagi navigatsiya marshurutlarining qiyshiq chiziqlarini har bir meridian chizig'idan o'tadigan bir xil burchakdagi to'g'ri chiziqlarga almashtirdi. Bu muhim kashfiyot yo'lning butun uzunligi uchun bir yo'nalishda doimiy kursni belgilash imkonini berdi. Ammo unda ham bitta noaniqlik bor edi. Bunday xaritani chizish uchun quruqlik va dengizlarning nisbatlarini o'zgartirish kerak edi. Va natijada obyektlar ekvatordan qanchalik uzoqda joylashsa, shuncha katta yoki qancha yaqin joylashsa, shuncha kichik ko'rina boshladi. Ushbu noaniqliklarga qaramasdan, Mercator xaritasi juda qimmatli hisoblangan. U bugungi kunda ham hatto onlayn xaritalarda faol qo'llaniladi. Ammo buni ham hali 100% aniq deb bo'lmaydi. 1925-yilda John Good tomonidan gomolo-sinusoidal proyeksiyasi yaratildi. Uning g'oyasi sayyora miqyosidagi xatoliklarni minimallashtirishdan iborat edi. Bu xarita quruqlikka yoki dengizga yo'naltirilgan edi. Oddiy odam uchun bunday xaritani o'qish juda ham qiyin bo'lgan. Shuningdek, 1940-yilda amerikalik arxitektor Buckminster Fuller tomonidan yaratilgan dimaksion proyeksiyasi ham mavjud. U yer yuzini xatoliklarsiz yanada yaxshiroq va aniqroq tasvirlay boshladi. Lekin bugungi kunga qadar eng aniq proyeksiya 1999-yilda Yapon dizayneri Hajime Narukawa tomonidan ishlab chiqilgan avtograf xaritasi hisoblanadi. Hajime Narukawa o'ylab topgan usul sharsimon sirtni ketma-ket tetrayder va uzun to'rtburchaklarga aylantiruvchi 96 ta uchburchakka bo'lishdan iboratdir. Ma'lumot uchun, tetrayder bu qadimgi yunoncha uchburchakli piramida shakli. Albatta, bunday xarita mutlaqo mukammal emas, lekin unga juda yaqin. Unda qit'alar va okeanlarning nisbati deyarli to'liq kuzatilgan va shu bilan birga xarita biz uchun odatiy bo'lgan uzun to'rtburchak shakliga ega. Aytgancha, xaritalar haqida turli mamlakatlarda dunyo xaritalari bir-biridan katta farq qiladi.
Mana misol uchun biz ko'plab postsovet mamlakatlari o'rganib qolgan xarita shunday ko'rinadi. Bu ruscha versiya. Bizga tanish bo'lgan xaritaning o'ziga xos xususiyati shundaki, undagi markaziy o'q Moskva orqali o'tadi. Natijada Sharq va G'arb Rossiya poytaxtida, Avstraliya, Shimoliy va Janubiy Amerika esa dunyoning chekka hududlarida joylashganiga guvoh bo'lish mumkin. Yevropa varianti. Yevropalik foydalanuvchilar uchun xaritada markaziy chiziq London orqali o'tadi. Bu yerda ham Amerika va Avstraliya chekka hududlarga tushishini ko'rishimiz mumkin. Rossiya xaritasi kabi bu yerda Tinch okeani bir butun sifatida qabul qilinmaydi. Bizning versiyamiz bilan Yevropaning versiyasi o'rtasidagi farq shundaki, bu xaritada ekvator markazda emas, balki pastga siljigan holatda tasvirlangan. Natijada Afrika, Avstraliya va Janubiy Amerika haqiqatdan ham kichikroq ko'rinadi. Shimoliy Amerika varianti. Bu yerda dunyoning o'qi Amerika Qo'shma Shtatlarining markazidan o'tadi. Amerika har tomondan okeanlar bilan o'ralgan katta orol sifatida tasvirlangan. Bu yerda ham ekvator pastga siljigan. Shuning uchun Shimoliy Amerika vizual ravishda janubiydan kattaroq ko'rinadi. Amerikalik foydalanuvchilar Hindiston, Xitoy va Rossiyani boshqacha qabul qilishadi. Xaritada bu mamlakatlar chap va o'ng tomonda takrorlanishini ko'rishimiz mumkin. Xitoy varianti. Xitoyliklar deyarli markazga, Tinch okeanining g'arbiy qirg'og'iga joylashgan va shu bilan birga Yevrosiyo va Amerika ikki tomonga ajralgani yaqqol ko'rinib turadi. Avstraliya varianti. Avstraliyaliklar materiklarni nafaqat markazga, balki o'zlarining ustun mavqeini ta'kidlash maqsadida hamma davlatlardan yuqoriga qo'yishni qaror qilishgan. Buning natijasida Avstraliya Janubiy, Tinch va Hind okeanlari o'rtasidagi yagona qit'aga aylangan. Janubiy Afrika varianti. Janubiy Afrikaning jahon xaritasi xuddi Avstraliyaga o'xshab, xaritaning tepa qismida joylashgan. U 7 ta mamlakatga ustunlik qiladigan ko'rinishda tasvirlangan. Janubiy Afrika ikki okean, Hind va Atlantika o'rtasida joylashgan yarim orolga o'xshaydi. Tinch okeani mintaqasi va Rossiya mamlakati dunyoning chekkasida aks ettirilgan. Chili varianti. Ushbu dunyo xaritasi Harbiy geografiya instituti tomonidan maktab darsliklariga kiritilishi uchun tayyorlangan. Avstraliya xaritasi kabi bu ham teskarisiga aylantirilgan bo'lib, Chilini darhol dunyodagi dominant o'rniga olib kelgan. Tinch okeani xaritaning markazida joylashgan va bu uning mintaqasidagi muhim biznes markazlaridan biriga aylanmoqchi bo'lgan zamonaviy Chili siyosati bilan bevosita bog'liqdir. Bu jihatdan Chili Xitoyga ham biroz o'xshashib ketadi, chunki bu yerda ham Afrika va Yevropa dunyoning chekka hududlariga joylashtirilgan. Ko'rib turganimizdek, dunyo xaritalari va davlatlarning joylashuvi nafaqat ta'lim maqsadlarida, balki dunyoning siyosiy rasmini yaratish uchun ham qo'llaniladi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida qaysi mavzuni yoritishimizni xohlagan bo'lardinglar? Shu haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Aytgancha, dunyodagi eng birinchi globus 1492-yilda savdogar Martin Behaim tomonidan yaratilgan. Shunga o'xshagan qisqa va qiziqarli faktlarni bizning Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Sizlar bugun noto'g'ri xaritalar mavzusini o'ziga to'g'ri bo'lgan Kamina Mahmud bilan tomosha qildinglar. Miya pichoq emas, lekin chaqlasa bo'ladi. Ko'rishguncha. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamma. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa naval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.